Agar siz bozorda ishlagan bo'lsangiz, shunaqa somsa yegansiz. Bilasizmi qanaqa? Ani oldin bozorlarda somsa sotishardi, yoki bilasizmi? Ochib beradi. Ichini ochib bersa, ichida katta mamnot yog' turardi-yu. Keyin murutchi bor, bundan so'yib yuboradi. O'sha ko'zim oldida qolib ketdi. Lekin aka bilasizmi, mazali bo'lardi, bori. Doda bo'ladi. Sen yeganmisan shunaqa somsadan? Original dumba solinadi. Men tanligingizga yopishib qolmasin. Ya, bu yosh bo'lgan. Bu yosh bo'lgan. Somsa yesam bori o'sha paytda esing tushib ketadi. Oldin tonirovkachi bo'lib shogird bo'lib yurardim. O'sha paytda vodoprotodan suv ichib yurardi, bori. Mana hozir kuchayib ketdik biz ham. Arudan suv ichib yurgan bolalar hozir ham bunaqa 20% tabiiy sok aralashtirilgan juz soklarini ichyapmiz. Aka bu suv ichaveradi. Mana bu sok sizga aka. Bunda bori shakari ham kamda. Bitta ichib ko'ringlar. Libo do'konlarda bor, ayniqsa bunaqa somsalar bilan takoy ketadi.